Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Darvozalarimiz nima deyapti aka-ukalar? Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ideal holatda, juda chiroyli variantda o'rnatildi bu darvozalarimiz. Bu darvozamiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumaniga olib kelib o'rnatdik. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Kraskalari ham, darvozamiz dizayni ham juda chiroyli, o'zgacha holatda chiqdi. Katta darvozamiz eniga 365, bo'yiga 345 razmerga o'rnadi. Kichkina mana garajimiz esa eniga 3 metr, bo'yiga 290 razmerga o'rnadi. Bu darvozalarimiz 1 kvadrat metr 1,5 million so'mdan olib kelib o'rnatildi. 2 qavatli variantda, juda baquvvat, juda chiroyli, sifatli variantda o'rnatildi. O'rtalariga tilla rang nejinkadan qo'yildi, ana tepalariga arabcha yozuvlarda yozib chiroyli o'rnatib berdik. Mana darvozamizni materiallari bilan qisqacha tanishtirib o'tsak, stoykalari 12 ga 5 lik shiviller bo'ldi, kurgovoy 12 ga 5 lik shiviller bo'ldi. Ichidagi profillar 6 ga 6 profildan bo'ldi. 2 lik stenadan. Mana juda qalin, mana orqa holatlari, orqalari ham orqasiga malishnoy kraska sepildi. Sal ichkari tomon yorqinroq rangda bo'lsin deganiga mana orqalarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Orqa oldi bir xil, prosta kraskalari orqalari o'sha malishnoy bo'ldi. Katta qanotimiz ko'rishlaringiz mumkin. Oshiq-moshiqlar 3 tadan qo'yildi. Motorlar sentr. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimiz qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Bu darvozalarimiz 1 kvadrat metr 1,5 million so'mdan chiqdi. Endi darvozalarimiz har xil 600 ming so'mdan 2 milliongacha variantlari bor, kataloglar bor. Bemalol telefon qilsalaring kataloglar tashlab beriladi, ma'qul kelganini chiroyli qilib razmerga yasab berilaveradi. Hamda kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lsalaring keyingi o'rnatgan darvozalarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda ham kraskadan oldingi va kraskadan keyingi holatlarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling.